Yuvaldik toza havoga ham. Boyagi yo'lda o'tmoqchiman. Maşetten kovarsan maşını tamam da. Ketdi. O'zi ham ketdi. Odam kiyimlasa eshitma qilmaydi, kalla pallasiga orilib qo'l pullasini ham moshin bilan chista o'lichi aniq. Bekorga videoga olayotganim yo'q-da. Nimaga? Akamga og'ayni ko'rsataman-da. Shunaqa joylar ekan. O'ziga kiyammi, kiymayapmi? Kim? Tog'iga. Ya, ko'rdim kiymagan. Bunaqa joylarga kiymay qo'rqadi u ham. Faqat hozir borishida. Ha, u to'qqa endi birinchi ketishi. Menga o'xshab. Lekin u Turkiyaga borganman bilan. Samolyotlarda uchgan. Samolyot ham lekin odamni qo'rqitadi birinchisiga. Bari yurak orqaga tortadi. Qo'rqman. Hozir ham qo'rqaman uçishga. O'rganib olsa bo'ldi o'zi. Eng yomoni havoga qimillaydi-ku bunaqa. Liqillab. O'shanisi qo'rqinchlarda salina. Mana shu antenani ishlab turibdi-da. Shu ishlab turibdi. O tarafda yo'q edi-da. Shu faqat shu tarafga signal olar ekan-da bu. Такой вообще крутой поворот ekan. Agar tez kelsang men bu yoqqa uchib ketishing hech gap emas. O'lishi aniq. Mana yoqqa ketish hech gap emas. Tez kelsang. Hali vasta kelyapmiz. Tepadan tushguncha o'ylamaslik kerak pastdan, lekin chiqish qiyinlik qildi. Mana shu yerga menimcha xitoyliklar qurganmi deyman-da shu bazani ham. Naverno. Mana bu ham krutoy pоворот ekan, qara. Eng xavfli joylar. Odam zotga yer ham kamda, qara. O'zi chetga ham chiqasanmi-da. O'sha yerda o'ylasam, ishing qishloqning ichida qancha joy bor. Mana ko'rinib turibdi-ku o'zi. Ana qilib bo'shayapti, ikki tashlagan. Yo'q, masjidga chiqish kerak-da. Tepalarga qo'yib tashlaganmi? Qarang ana ularda. Oho, bu yerda qara. Qandoq chiqsiz, biz qandoq chiqdik bu yerdan? Bilmayapman shuni. Men endi bilyapman, o'zimga kelib. Shuncha joydan qanday chiqdik biz? Shu past ko'rinyapti telefondan. G'alati ko'rinar ekan. Valentinovi.
hop. Eshakni boshladi. Suv o'tkazgandan chetdan qara. Ha. Bosmasini bana qo'yganda yelimidan qo'yib qo'yibdi. Qandaylar qilib birmalab yetib keldik-a. Bu yerdan qanday chiqdik biz mana shuni o'ylab turibman hozir. Ha. Sezilmadi-da. Bilmadim-ku, qilib mashina olib chiqib ketdi. Ha. Bosib bizda gazga u yoqqa qaramasdan. Otuzlarga chiqib boradi bu yerdan. Shu. Bir kaklik go'shtlar yeymiz deb shetga chekibmiz-da. Ha, lekin go'sht ham bo'ladi. Kaklik ekan, ha? Ha, qattiqqina ekanda. Kaklik qattiq bo'ladi. Ha, tovuqniki yumshoq-da. Semizgina ekan. Oyog'i ham, o'zi ham. Shu muhimi hammasini ko'rib oldik. Mana qiqqa bor ekan, 3 ta 4 ta. Nima? Anani aytyapman, antenani. Mana bu yo'ldan chiqib bordik-da. Ha. Mana shu yerdan chiqib bordik-da. Hozir qishloq yo'lga tushib olamiz. Shu. Ha, o'zi yaqinlashdik. Mana o'sha asfalt yo'lda. Ha. Mana qabriston mana yoqda. Shu ketaverganimizda yo'l chekamagandagi ketaverardik. Ketdik. Ha, bu yoqqa. Xudoga shukr. Yo'l tugab qoldi, bilmasak anavi o'tib ketardik. Qirg'izistonga. Ha. Post ham yo'q bu yerda. Qani bu nima ekan? Azimov, Jumaboy, Opiyev, Rahmon, Boboyev. Bu bilasizmi nima? Qabriston toshimi? Yo'q, bular urushdan qaytib kelgan odamlar. Ha. Nechinchi yilligini ham yozib qo'yibdi. Urushdan qaytib kelmaganlar bular. Yazmışım o. İyi. Esnaf durmadı be toktay. Ne olur mu? Hozir esnaf turuvdim.